Mana hammasi bezorlik qilyapti, bezorlar. Oy, etik kiygan qo'rashcha to'xta. Qo'rash voy. Bu yerga yangiliklar ko'p. Hurmatli obunachilarim, mana. Bularga yangi uy qurdik. Uyimiz bitib qoldi pashti. Bu oldingi qishki uyi. Qishki uy mana bu. Mana bu yozgi uy qildik mana. Ustiga quyosh o'tmaydigan qilib, yopilib, har bittasi mana bittadan uy qilib. Ey, bu xonimcha to'pdi-ku. Managa top ketdi-ku. Mana shu xonalarga endi asta bular kurib bo'ladi. Endi o'tkalar. Kurka ham hammasiga bitta joy. Quyosh o'tmaydigan yopildi. Bu oddiy usuli bir. Qashun o'zi ham bir 4 million bo'lib qoldi endi g'ishlari bilan, xizmat haqi bilan. Mana shu g'ish qilib, ustini krenk yopib qo'ysa, qishdan kunga bo'laveradi bularga. Mana uychaning ichiga har biri bar kirib yotadi. Sovuqda og'zini yopib qo'ysa, mana shu eng qulay xatak deb o'ylayman men. Bunisi qishki edi baribir. O'rdak voy. Voy, o'rdak voy. Xo'raj voy. Chingachuk. G'ul. Hammasi menga don beradi, kelaveradi. Don deb bo'ldi bular endi.